Tömürniyaz Turpan Lükçülük mötüver ақсақаллар нәсілден болып, 1876 yılı doğulgan. Onun ata-bovlari Yarkent Saidiya xallıqı zamanıdan beri Lükçün ve Turpanda yurt ақсақалы болып obdan xizmet qilgan edi. Keyincha Beşbağlıq təvəsi Mongoliyadan besib kelgan qalmaqlar ve Manjuriyadan yetib kelgan Manjularga qarshi türlük çarelerini işqi selib, Turpandaki Uygurlarning milliy mavjudligini qo'g'dab kelgan edi. Shu vajidan uning ota-bovlari avlodma-avlod xalqning hurmati va qo'llashiga erishib kelgachga 1759 yili Manju ishg'olchilari Sharqiy Turkistonni to'liq ishg'ol qilgandan boshlab toki 1870 yili Badavlat Yoqubbek Turpanni o'ziga bay'at qildirguncha bu jamoatning oqsoqollari davomli o'z yurtidagi Uyg'ur xalqiga izchil yetakchilik qilib kelgan. Shonashqa Badavlat To'mirniyozning tog'isi Xo'janiyoz va dadisi Eminniyozni yanala burunqidakla shu yerdagi Uyg'ur xalqiga oqsoqol qilib tayinlagan. Tarix chaqi 1876 yilga kelganda mazkur oilada bir o'g'il tug'ilgan. Bu chaq dal Zozongtangning Qumuldan Turpan va Urumchi tarafga besib kelayotgan chaqqa to'g'ri kelib qolgan. Dadisi Eminniyoz o'g'lini To'mirdak kuchlik bo'lsin, xudolik uchun jangga atalgan o'g'li bo'lsin deb umid qilib, uningga To'mirniyoz deb at qo'ygan. To'mirniyoz eng ansiz chaqlarda tug'ilgan buvoqlarning biri bo'lib, u texi bir yoshga to'shmay turibla Zozongtang Badavlat Yoqubbekning o'limidan foydalanib Turpan va Lükçün qatorliq muhim joylarni ishg'ol qilib olgan edi. Eminniyoz bek bilan aksi Xo'janiyozlar 90dagi urushda Zozongtang tarafidan shahid qilingandan keyin ularning yaqin tuqqanlari boshqa vatanparvar Uyg'urlarni boshlab Badavlatning qo'shini qo'g'dayotgan Qora shahar va Ko'rlig'iga ko'chib kelgan. Biroq Zozongtang Tangritog'larining shimoliga qanoat qilmay, Badavlatning bepoyon Tarim vodisidagi saltanatiga varislik qilgan izbosarlarining ishki urushlarini kam tepiladigan fursat deb qarab, 1877 yili kuzdan 1878 yili yozgacha butun Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilib olgan. Turpandan ko'chib kelgan Uyg'urlarning bir qism mo'tvarlari Aqsu, Atush va Qashqar orqali Qo'qonga chiqib ketgan. Yana bir qismi Adaqqicha chekinib turib, urush qilib shahid bo'lgan. Ko'p qism yashanganlar, ayollar va bolalar Ko'rlig'iga teximi ishkirlab kirib, Lopnordagi qarindoshlarining yordamida bir mezgil Lopnor ko'li atrofida panohlanib turib qolgan. Lopnor ko'li havzisidagi erkin hayot Eminniyoz bekning omonati bo'lgan birdan-bir o'g'li To'mirniyozning xarakteriga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Bir necha yildan keyin qirg'inchiliklar oxirlashib, vaziyat ozroq asliga kelganda o'z yurtlaridan ko'chib ketgan turpanliklar asta-asta yurtlarga ko'chib kelishga boshlagan. Chunki Turpan va Turpanga tava joylarning havosi to'limi o'zguchi bo'lib, bu joylarda Uyg'urlarning nasli uzilib qolsa, Xitoydan Qumul orqali Urumchi va Tarim vodisiga eqib chiqqan Manching cheriklari va Oqqun Xitoylarning kuni tas bo'ladi. Shunga shu chaqdagi Manching doiralari qadimiy Yipak yo'lining eng muhim bo'ligini qo'lida tutayotgan Turpan Uyg'urlarini yurtiga qaytib kelishga tashviq qilib, ularga yana burunqidakla o'z oqsoqollarini o'zi tiklash imtiyozi bergan. Natijada avam yanala burunqi yo'lboshchilarining urug' avlodlarini toptirib kelib, ularni o'zlariga boshliq qilib olgan. Shu qatorda 1896 yili texi Orollar 20 yoshga kirgan To'mirniyoz yurt xalqining qo'llashida oqsoqol bo'lgan. U Uyg'urlar ichida Beg Manchingning amal mansab daftarida Do'rg'a deb atiladi. To'mir xalifa qo'zg'alinib bostirilgandan keyin Manching xalqining eng oxirgi qoldiq kuchi bo'lgan militarist Yang Zingshin Turpan ve Qumul Uygurlarını qayta qo'zg'olon ko'tarolmas qilib etish uchun
türlük baysiliklar ve haşarlar arkalı qiynaşqa başlaganda Tömürniyaz beg ve onun özüge o'xshash yetim cho'ng bo'lgan 40 sabdishi paydin-pay maxfiy tashkillanib Turpanda yangi qo'zg'olon ko'tarish uchun fursat kutgan. Biroq 1915-yildagi Ahmadbek To'qmoq qo'zg'oloni qonliq bostirilgandan keyin Tömürniyaz beg yengillik bilan aldirab qo'zg'olishning talabati eg'ir bo'ladi ekan deb qarab, yana bir mezgil tayyorlikni obdan qilib, tarafdorlarini ko'paytirish uchun aktiv harakat qilgan. Uning ustiga u yurtining do'rg'isi bo'lg'ashqa, bojchilik yig'ish bahonasida xalqning dardini anglab, ularga astritdan madad berib, xalqning isyon ko'tarish irodasini kuchaytgan. 1917-yili Tömürniyaz beg va uning sabdoshlari bilan birlikda qurolliq qo'zg'olon ko'targan. Ahmadbek To'qmoqdan keyin qo'zg'algan bu qo'zg'olon Yanzıngshinni yana bir qitim qattiq andishiga solgan. Shunashqa u bu qo'zg'olon butun Turpanga yamrab ketishdan burun oldin qo'l selib, Chorrosiyadagi cho'ng urushdan qechib kelgan bir qism o'rus qurolliq xodimlaridan vaqtliq yollanma qo'shin tashkillab, ilgiriki urushlarda Uyg'urlarni qonliq bostirishda to'hfa ko'rsatgan tungan qismlari bilan billa Lükchunni qatma-qat qorshab, mazkur qo'zg'olon butun Turpan tavasiga kengayishdan burun qo'zg'olonchi xalqqa hujum qilgan. Muntizim qo'shin tarafidan ko'plab qirilayotganligiga savr qila olmagan Tömürniyaz beg qo'zg'olonchilar ichidagi qo'llug'uchi avomni muhosir sepini buzib qochirib etib, faqat o'zi sabdoshlari bilanla o'q dorilar tugigicha jon tikib qarshilik qilgan bo'lsa-mu, biroq yanala Yanzıngshinning tirik tutish buyrug'i bo'yicha qattiq charchitilish va ochliqdan mahrum qilinish yo'li bilan asirga tushgan. Yanzıngshin ularning hammini Urumchi shahridagi turmisiga solib olgandan keyin uzun o'tmayla ularning hammini yo'qotgan. To'limi afsus. Tömürniyaz beg va uning sabdoshlari haqida bir necha tirik shohidning aytib berganligiga asosan yozilgan birli manbadan boshqa birmu yozmichi xotir qoldirilmagan. Bumu Yanzıngshin davridagi Uyg'ur tarixining naqadar ichinishli holga tushib qolganligining ifodasi bo'lishi mumkin.